La 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 la. Men hech qanaqa banglatayotgan olib kelmayapman. Men shirin muzqaymoq olib kelyapman. Oppa, ana menga yordam berdi. Bu 13-chi qishloqqa kelib olishim uchun judayam zo'r maskirovka bo'ldi. Mana o'sha yangi banglatayotganlarim. Bunaqa banglatayotgan hali hech kimda yo'q. Bitta dona menda bor. Hop, men bu banglatayotganlar bilan kompot tanishtirib qo'ymoqchiman. Maqsam bo'larkan a. O'yla, Grifer, o'yla. Mana men kompot banglatish kerak mana shularni hammasini. Shunaqa qilaman men. Hop, o'zi uyg'onmagan, qaraylikchi. Hop, voy, bu rostdan uxlayaptimi? Soat 3 bo'ldi-yu, haliyam uxlayotgan ekan bu. Men banglatayotganlarni qilish judayam oson bo'lar ekan unda. Hop, biz mana bularni birinchi bo'lib olib turamiz. Hop, bularni olib tashlaymiz-da. Mana bu yerga mana bunaqa plitalar qo'yamiz. Hop, hamma yoqqa qo'yib chiqamiz. Ana bo'ldi. Endi mana bu yangi banglatayotganlarimni ham qo'yib chiqarsam bo'laveradi. Qaranglar chiroyliligini bularni. Bunaqalar hali hech kimda yo'q. Bitta dona menda bor bunaqalar. Hop, bularni ham olib tashlaymiz. Ana bo'ldi. Mana bu yerga ham qo'yib chiqamiz. Hop, ana bo'ldi. Hamma yoqqa qo'yamiz. Qaranglar, даже mana bunaqa hazilli banglatayotgan ham bor. Bu ham menga judayam yoqadi. Bu yoqqa esa mana bunaqa radugali qo'yamiz. Bu ham menga judayam yoqadi. Vau, qaranglar qanaqa zo'r bo'layotganini. Kompot uyidan umuman chiqolmaydi. Mana shu chiqqanda o'zi hamma yoqni banglatib tashlaydi. To'xtanglar, agar bu oynadan chiqib ketsa-chi? Yo. Men buni ham o'ylab qo'yganman. Men bu yoqqa ham mana bunaqa plitalar qo'yib qo'yaman. Kompot, sen uyingdan umuman chiqolmaysan. Mana bu yerga mana bunaqa qilib qo'yamiz. Vau, qaranglar, men qanaqa mexanikman. Vau, judayam zo'r chiqdi. Kompot uydan hech qachon chiqolmaydi. Hop, tomdan chiqib ketib qolmasligiga men bu yoqqa obsidian qo'yib qo'yaman. Mana shunaqa qilib qo'yib qo'ysam, ana bo'ldi. Mana bo'ldi. Kompot uyidan umuman chiqolmaydi. Men endi chetga turib olaman. Qanaqa banglashini ko'rgim kelyapti endi men. Voy, hammaga salom do'stlar. Mani ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Voy, soat nechi bo'ldi? Soat уже 3:30 bo'libdi-yu, lekin shunaqa mazza qilib uxladim boru. Kunni yarmida uxlab qolman. Voy, lekin mazza qilyapman boru. Mayli, endi men ishga ham borishim kerak tezroq. Hop, kerakli narsalarni olamiz. Hop, endi esa tezroq ishga borish kerak, tezroq ishlash kerak. Mer tag'in mani haydab yubormasin, yana ne ishga chiqmading bugun deb. Tushunmadim. Nima bu? To'xtanglar. Men tushunmayman, ko'zimni artib olay. Voy, nima bu? Banglatayotganlarmi? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Yo'q, men qanaqa qilib bu yoqdan chiqaman? Yo'q, bola, men negadir tushunmayapman. Qanaqa qilib bular hammasi meni uyimda paydo bo'lib qoldi? Qanaqadir lavushkami bu? Yo'q, men bunaqa banglatayotganlarni hech qachon ko'rmaganman. Men bitta hazilni yuzib turibdi-yu, bu qanaqadir endi hazilmi? Nima, qanaqadir qishloqlar meni endi qamab qo'ydimi? Tushunmayapman. Men qanaqa qilib endi bu yoqdan chiqaman? Qishloqlarmi bu endi? Lekin yo'q, hamma qishloqlar qanaqadir uzoqda turibdi. Yana qishloqlar qayerdan bunaqa banglatayotganlarni oladi? Yordam beringlar, men qanaqa qilib bu yoqdan chiqaman? Mana shu kompot baqirayotganini eshityapman. U hozir chiqadi, judayam zo'r baxt bo'ladi. Yo'q, men nima qilaman men endi? Qaranglar, mana bu yerda bunaqa plitalar turibdi. Agar bitta bossam už bo'ldi. Mana shu hammasi bangillab ketadi. Judayam yomon bo'ladi keyin. Yoki bundoq olib ko'raymikin, nima qilaykin? Bolalar, meni miyam ishlamayapti. Bundoq sekin olib ko'rish kerak buni. Bundoq olamiz. Voy, agar mana bu yerga tushib ketganda yomon bo'lardi lekin.
Yo, men boshqa oyim kelmayapti bu yoqdan. Tushib ketib qolsa-chi antikka. Yo, judayam yomon bo'ladi. Bo'ldi bunaqa banglatayotganlar qayoqdan kelib qoldi bunaqalar? Yo'q shakli o'zi Minecraftda. Men bu banglatayotganlarni olmoqchiman, lekin ololmayapman boru. Voy, nima qilsam bo'larkin, mayli ketdi. Voy, tushunmadim. Meni miyam judayam zo'r ishlaydi-da boru. Nimaga men buni joyiga qaytarib qo'yib qo'ydim? Voh, miyam judayam zo'r ishlaydi mani bolalar. Hop, yoki to'xtaylik, tomdan qochib ketamizmi yoki? Voy, tushunmadim. Tomimda obsidian nima qilyapti? Voy. Menda almazning kirkayam yo'q buni sindirishga. Yo'q. Nima qilsam bo'larkin bolalar? O'ylashvoringlar iltimos sizlardan. Nima qilsam bo'larkin? Bu yoqdan qochib ketolmayman. Ha, to'xtaylik, men oynadan chiqib keta olaman. Rostdan ham oynadan chiqib ketaman hozirman. Manimcha oz kompot oynadan chiqib ketmoqchi. Ana pullarni bosib hamma banglaydi. Majbur qochib chiqib keling bu yoqdan. Hop, sen o'qamizda. Mana men rahat bo'lmayapti. Zavod bo'lma. O'zi zavod bo'lmayapti. Qarab qochma. Voy, bolalar chiqamiz biz. Mana nima bo'ldi? Mana banglayotgan qochish kerak. A! Voy, tushunmadim nima bo'lyapti. Men u yoqdan bu yoqqa olib ketib qolyapti mani. Yaxshiyam suvga tushib qolman. Boru mani judayam omadim keldi, lekin qishlog'imizni omadi kelmadi. Voy, bolalar qishlog'imizga nima qilib ketdi? Voy, tushunmadim nimalar bo'lyapti-ya. Nima qilaman men endi? Men bundoq oynadan chiquvdim-da. Endi chiqaman desam qanaqadir plitani bosib oldim, keyin hammasi bang'ilab ketdi. Voy, qaranglar. Voy, qishloqlar, hammasini sizlar qildinglarmi? Nima? Sizlar grifer qildi deyapsizlarmi? Yo'q, grifer qilmaganda. Grifer bunaqa lavoshlar qilishni bilmaydi-yu. Nima? To'xtanglar. Nima deyapsizlar? Kompot buni grifer qildi. Grifer hammasini o'ylab qildi. Voy, tushunmadim, nima grifer qildimi buni endi? Yo'q, qanaqasiga grifer bunaqa qila olmasa kerak endi. Bilaman, griferni plitaga qo'yib qiladi, lekin u qatdan bilganman bunaqa oynadan chiqishimni. Judayam ajoyib, lekin grifer bunaqa qilishni bilmas edi-da. U endi banglatishdan boshqa hech nimani bilmaydi-yu. Bolalar, lekin judayam hayronman men boru. Grifer qilmagandir endi buni bilmasam, lekin nima sizlar yana qanaqadir mashina haqida gapiryapsizlarmi? Mayli, yozinglar bolalar kommentariyaga, men o'qiyman hammasini. U muzqaymoqli morojniy keldi. U ham qayoqqadir ketib qoldi. Nima? U qayoqqadir tushib ketdi deyapsizlarmi? Значит, to'xtanglar, uni qidirish kerak. Grifer ham menimcha shu yoqlarda bo'lishi mumkin. Mashina qayoq tarafda ekan? Qidiraman men u mashinani. Xo'p, to'xtanglar, qayoq tarafda menga qarashvoringlar. Hop, u chap tarafda chaproqda mashinasi, chaproqda. Bo'ldi, agar chaproqda bo'ldi, men unda o'sha yerlarga boraman. Grifer mashinasini qidirish kerak, balki ichida o'zi ham bordir. Lekin menimcha u men tirik qolmagan bo'lsa kerak. Bunaqa joyda qaranglar, qanaqa banglagan. Men omadim kelib suvga tushib qoldim-da, o'shanga tirik qoldim. Voy, to'xtanglar, ana qanaqadir mashinani ko'ryapman. Hop, to'xtanglar, qanaqasiga o'tsa bo'larkan bu yoqqa. Hop, bu yoqqa o'tib olamiz sekin. Ana bo'ldi. Mana o'sha muzqaymoqli mashina, bolalar qaranglar. Mashinada keluvdi grifer endi. Voh, lekin ichida menimcha odam yo'qga o'xshyapti. Keling, aylanib qaraylik. Hech kim yo'q, lekin mashina ham yonib ketibdi-yu. Qaranglar, yonyapti mashina. Mayli, agar grifer shu yerda bo'lganda, lekin menga shunaqa ko'rsatib qo'yardim. Mana hech kim yo'q ichida, qaranglar. Grifer mana shuni yo'limdan ko'rib qolaman-u. Men unga ko'rsatib qo'yaman, meni qishlog'imga kelib meni uyimni banglatib yuborishni. Hop, men buni oldimdan teparoqga chiqib olish kerak. Bundoq tepaga chiqish kerak. Oppa, ana bo'ldi. Hop, boramiz. Voy, bo'ldi. Bizani qishlog'imizni qaranglar. Nima qilaman endi? Men miyam ishlamayapti, qaranglar.
Vedmani uyi ham ketib qopti-yu. Bolalar, qarashib olinglar. Yoki adminni chaqirish kerak menimcha to'ppa-to'g'ri. Adminni chaqirish kerak. Admin menga qarashib boradi mana shu ishlarni qilishga. Yana uni Grifferni ham banga tiqish kerak uni. Bo'ldi, adminga telefon qilayman unda. Sizlarni qishloq oilaga har doim kimdirlar kelib buzib ketadi, keyin har doim men buni qurishim kerak bo'ladi boshqatdan. Admin, endi kechir, men bunaqa bo'lishini bilmagandim-da. Mana shu damda chiqib o'tdim. Mana bu yerda plita bor ekan, bosdim, keyin hammasi bang'ilab ketdi. Yaxshiyam hammasi yaxshi bo'ldi. Aytgancha admin ham orqangni bang'latayotganlar nima bu? Mana shu bang'latayotganlar orqali Griffer mana shu qishloq oilani bang'latyapti. Men hammasini boshqatdan qarab ko'rdim. Voy, mana shu hamma bang'latayotganlar, yangi bang'latayotganlarmi endi? Qaranglar, bunaqa lavali bor ekan, suvli bor ekan, mana shu suv meni qutqarib qoldi. Bunaqa hazilli ham bor ekan, qaranglar bolalar. Hozir endi mana shu hamma bang'latayotganimni Minecraftdan o'chirib tashlayman. Hop, ana bo'ldi, tayyor. Voy, admin, rahmat senga kattakon boru. Griffer lekin bugun yomon qoldi, yomon asabim buzilyapti men Grifferdan. Ну что, bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.